Oy, kartadan pul yechib olgan iflos. Mana bu inson rostdan ham kasal bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan shirindash farishtadek farzandli shu insonni farzandi bo'ladi. Mana bu inson ayollari bo'ladi. Bu inson onalari bo'ladi. Oy, insof bormi? Insof. Sen ham ona tuqqandir, it tug'magandir. O'zim ota-onam o'tib ketgan shu o'zlami? Men yetimlik oshini yeb ko'rganman. Mazasi qanaqaligini bilaman-da. Mana shu bolalar meni kuyimga tushmasin. Shuni sababini sizlar bilan biz birga qilaylik-ku. Allah razı bo'lsin hammalarga. Gap bo'lish mumkin emas. Yordam berdinglar. Rahmat. Lekin bugun shunda uyqudan tursin. Kimdir Telegramdan aloqaga chiqqanda, men sizga pul tashlamoqchiman. Akam soddalik qilganlar dedi. Bu tusharkan. Xudo xohlasa davolansam oilam barida masaqa yashayman deganlar. Ha shundan kodini aytgan ekanlar. 26 million pul yechyapti. Qanday narsani udalik qilib tashlabdi. Keyin qo'yib pul yechib ola qolinglar deb o'sha bankomatga borib pul yechaman desa o'rtoqlar karta blokka tushib qolib bankomat kartadan bermabdi. Hozir bankka aloqaga chiqish kerak ekan. 3 ish kunida ishlarni hal qilib beraman deyotgan ekan. O'shaning uchun hozir boshqa karta qo'yishga majbur bo'lyapmiz, lekin inshaalloh hammasi o'rtoqlar shaffof bo'ladi. Onalari keling. O'z ayting mana hal qilaman. Buni 3 oyingiz hammasi tayyor. Mana farzandingiz nima deysiz mana o'zingiz? Alloh rozi bo'lsin shu bolamdan. Holat o'zini bilib kelganlari uchun. Faqat bolam tuzalib ketsa bo'ldi. Mana shu bolamni-chi, shaniga dog' tushib qolmasin. Biz uchun yaxshilik qilyaptilar. Ona nima qilasiz? Bizani xalq, mana obunachilar mehribon xudo qolsin. Boshladimi? Mana yechib olding, bilmayman pulini menga ichirasan. O'liging ishlating, men yaqiningni o'zim ishlat. To'g'ri bo'lsa, ayab ketdi, o'zimni ko'zimga yosh tushadimi? Kasal-ku, qara. Kasal ustida pul ishlaysanmi? To'g'risi, ona xudo qolsin qilmay boshladimmi inshaalloh. Tirik bo'lib tursam, og'irga yetkazaman. O'rtoqlar, iltimos qilaman sizlarga. Bloger bo'lib turib, mana 3 oy tayyor. Bu joyda xudo qolsa men guvohlik beraman. Men tirik bo'lib tursam, xudo qolsa o'lsam ham guvohlik beraman. Mana shu insonni rostdan kasalligiga o'rtoqlar men guvohlik beraman. Iltimos sizlarga. Bu inson tuzalib ketishiga biz sababchi bo'laylik degan maqsadda. Karta raqam qoldirib, iltimos yordam beringlar. Qo'lingizdan pul tashlash kelmasa, mana shu videoga iltimos qilaman sizlardan. Bitta like bosib, 5 ta 10 ta yaqiningizga jo'natib, storiesga qo'yib bering. Machingiz sog'ayib ketsa inshaalloh xudo xohlasa butun umr mana shu onalar ham duo qilib o'tishadi xudo xohlasa o'rtoqlar. To'g'risi men ham xolisona Alloh uchun kelyapman. O'g'il bola so'z o'rtoqlar. Nimaga men unaqa narsa qo'ymayman o'zi. Qo'ymaganman, lekin bu insonni ko'rib men chidab tura olmayman. Yana qaytaraman. Yetimlik oshini tatib ko'rgandan so'rash kerak-ku. Og'ir narsa, chuvasdan juda og'ir narsa. Bolalar yosh hali. Keling, sababchi bo'lib qolinglar shu bolalar. Otali onali bo'lsa iltimos sizlar o'rtoqlar. Qolganiga yordam berib olinglar, iltimos deganlar. Undan oldingi videoda ham ko'rdik, undan ham kartani o'zgartirib qo'ydi, ayollarnikini qo'yib qo'ydi. Xudo xohlasa operatsiyaga yana bitta qaytarib oling. Bizga 18 ming dollar deyishdi. Shu insonni xudo xohlasa oyoqqa turg'izib olinglar. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin xudo xohlasa o'rtoqlar.